Maktab o'quvchilarining yozgi ta'tili maroqli va taassurotlarga boy bo'lib o'tishida sog'lomlashtirish va hordiq chiqarish maskanlarining ahamiyati katta. Ayniqsa bu oromgohlar so'lim va bohavo bo'lsa yanada yaxshi. Navbatdagi lavhada ana shunday maskanlardan biri haqida so'z yuritiladi. Yangiariq tumanida joylashgan Tagan bolalar oromgohi faoliyati viloyat hokimi tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan bo'lib, hudud o'ziga xos iqlimi bilan kishi diqqatini tortadi. Atrofi bog'lar bilan o'ralgan maskanning ko'p yillik gujum daraxtlari hovuzning muzdek suvi bilan atrofga mo'tadillik bag'ishlamoqda. Biz borganimizda bolalar endigina peshin uyqusidan uyg'onib, ikkinchi tushlikni qilishayotgan ekan. Ular tarbiyachi va yetakchilar bilan kunning ikkinchi yarmidagi mashg'ulotlari, tadbirlarga kirishib ketishdi. Sahnada raqs tushayotgan qizaloqning harakatlarini barcha olqishlamoqda. Yana bir maydonchada sport tadbirlari o'tkazilyapti. Umuman hamma mashg'ul. Hozirgi kunda oromgohimizda 60 nafar o'quvchi dam olmoqda. 20 nafari qizlar, 40 nafari o'g'il bolalardan tashkil topgan. Viloyatimizning barcha hududidan 5 smenada o'quvchilar qabul qilamiz. Oromgohimiz 12 kunlik maxsus dastur asosida ish olib boradi. O'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tirish maqsadida turli xil to'garaklar, zakovat to'garagi, kitobxonlik to'garagi, shaxmat shashka, voleybol to'garagi, futbol to'garagi, IT to'garagi va hokazo to'garaklar bilan qamrab olingan. O'quvchi yoshlarni sog'lom ovqatlanish maqsadida 30% to'yintirilgan menyu asosida ovqatlar belgiladi o'quvchilarimizga. Oromgoh yozgi ta'til mavsumining 5 navbatida jami 300 nafar bolani sog'lomlashtirish, dam oldirish imkoniyatiga ega. Viloyatning turli tuman va shaharlardan kelgan o'quvchilar 12 kun davomida juda ajoyib taassurotlarga ega bo'lishmoqda. Bera kelishimiz sababi, beni atmosferalari dim zo'r ekan, ayakda ovqatlarim dim yaxshi ekan, o'qituvchilar dim yaxshi qaridi ekan, keyin bu Xiva bordik. Xivada tarixiy obidalarni ko'rdik, keyin muzeylarga girdik. Muzeylardan chiqib ovqatlandik, morojnilar yedik. Har kun maroqli hordiq qatamiz. Tiganalar tirdim, Bag'at tumanidan, Gullandan, keyin Urganchdan. Ular bilan hazzatib o'ynaymiz. Ular bilan har safar endi gaplashib turamiz, xabarlashib turamiz. Ular hech qachon unutmayman. Ular meni unutmaydi deb o'ylayman. Bu oromgoh bizga juda ta'sirotli. Kelasi ta'tilda ham shu oromga kelishni niyat qildim. Maktab o'quvchilarining yozgi ta'tili qanchalik mazmunli va maroqli o'tsa, ular yangi o'quv yiliga o'zgacha ishtiyoq bilan tayyorgarlik ko'rishadi. Madaniy, ma'rifiy va ko'ngilochar tadbirlardan tashqari viloyatimizning diqqatga sazovor joylariga sayohatlar uyushtirish ham bolalarga unutilmas taassurotlar ulashmoqda.